Men qo'shni qirg'izistonlik Abdulloh domla ma'ruzalarini eshitaman. Shu ishim to'g'rimi? Inshaalloh to'g'ri. Shar'iy jihatdan oladigan bo'lsak, bu savol agar shar'iy jihatdan joizmi? Din ilmi mutaxassislik jihatidan olib qarasa, Abdulloh domlani eshitish joizmi desa, men o'zim u kishini faqat bir qancha mavzularni eshitganman. Biror joyda shariatga xilof yoki mazhabga xilof, bemazhablikka targ'ib qiladigan yoki buzuq aqidada biror bir gap aytganlarini hech guvohi bo'lmaganmiz va boshqa biror ahli ilmdan ham u kishining ma'ruzalariga yoki savollarga bergan javoblariga biror bir ilmiy e'tiroz aytganini eshitmaganman. Bandada bitta yarimta so'zlarda xato ketishi bor. Agar bitta masalada, ikkita masalada xato gap gapirgan odamni umuman eshitmaymiz, eshitmaslik kerak deydigan bo'lsa, hech kim eshitib bo'lmay qoladi. Chunki katta-katta mujtahidlar, ulamolar ham shoz, bitta o'zi aytgan, shoz gaplarni aytgan, fikrlar bo'lgan, mufradotlari bo'lgan har bitta olimda. U mufradotlari, ba'zi bir shoz gaplari e'tiborga olinmaydi-da, qolgan ilmlardan foydalaniladi.